Assalomu alaykum, kanalimizni kuzatib borayotgan aziz obunachilar. Bugungi videomiz inkubatorimizdagi tuxumlarda avaz ko'p qilish bo'ladi. Bugun 13-kun. Tuxumlarimizga 13 kun bo'ldi. Endi shuni avaz ko'p qilib tekshirib ko'ramiz. Kechki shamollatish vaqti shunga tizimlarni o'chirib qo'yganmiz hammasini. Xullas boshladik mana. Bitta tuxumni olamiz, bo'yni. Bas bunday qilsalaring ko'rinmaydi. Telefonni yon tomonlama qilib, havo kamerasiga qo'yasizlar mana. Hozir o'chiramiz bu yoqda. Mana hamma joy qorong'u bo'ldi. Ko'rinayotgan bo'lsa, inkubatorimiz natijasi yaxshi. Ichida jo'ja bor. Ko'ryapsizlar. Hozirgina hamma tuxumlarni tekshirib chiqdim. Mana qora turgan joyi jo'ja bor. Hozirgina mana shu hamma tuxumlarni tekshirib chiqdim. Hammasi jo'ja bor. Agar video yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like bosinglar. Kanalga kirsalaring inkubator yasash videolari bor. Video qiziq bo'lgan bo'lsa, like, obuna bosinglar. Bizning maqsadimiz 200 ta bo'lish. Bitta obuna bosganlaring bilan sizlarning hech narsa o'zgarmaydi. Shuning uchun kanalga obuna bo'linglar. Videolarimizga like bosinglar. Xullas mana shu inkubatorimiz mana. Tajribaga qo'yib ko'rgandik. Tajribamiz yaxshi ishladi. Keyingi safar to'liq kuchi bilan qo'yib oshiramiz. Xullas kanalga obuna bo'linglar. Hammalaringga rahmat.